Diyor Studio taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan tinchlikda, xotirjamlikda, sog'likda, omonlikda O'zbegim elining eng bir ko'zga ko'ringan faxrli xonadonlarining birida mehmonmiz. Bugun Ellikqal'a tumani Soribiy mahallasida Fazilat onamizning tavalludi yo'qori shukrona kunlari bilan tabriklab, albatta musofirda yurgan o'g'li Jigarbandi Qahramon akamiz nomidan qolaversa, barcha qizlari, kelinlari, nabiralari nomidan tabriklab tashrif buyurdik. Siz ham otangizni, onangizni, balkim jajji farzandlaringizni unutilmas onlarni Diyor Studio orqali tarixga muhrlamoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ijodiy jamoamiz hamisha sizlar uchun yaxshi kunlaringizda xizmatdamiz. Bugun onajonimiz uchun chiroyli guldastalarimiz, shirinlik tortlari qolaversa, mana shu yerda chiroyli dekoratsiyalarimiz, onajonim yozuvlarini olib keldik. Hozir birgalikda kirib chiroyli qilib tabriklab qo'yamiz. Bugungi kechamiz qirolichasini baramizga taklif etamiz. Aramizga taklif etamiz. Onajonim otangiz ziyoda bo'lsa. Kelasiz. Canım kışa dava topken olam diye kamım yokken canım sizge fida ona yanımdasız amım yoktur anlatsana kamım yoktur sağ bulsangiz ko'nglim to'qdir canım sizge Haclarga men olib boray jononam qismatingizda doim bo'lay jononam jonim sizga fido onam kulib yuring baxtingiz ko'ray jononam hajlarga men olib boray jononam qismatingizda doim bo'lay jononam jonim sizga fido quyosh qadar mehrining nuri dunyolarda umrim mazmuni gullar soching shirin iforlar bugun onam tug'ilgan kuni qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni onajonim gul rayhonim mehribon tug'ilgan kuni onajonim mehribon tug'ilgan kuni
yoshlar bilan yuzlashsin onam, ko'z yoshlar bilan yuzlashsin onam. Qaldirg'achday boshimda giryon, baxtim ko'rib baxtlidir har on. Aziz jonim bo'lsinlar omon, bugun onam tug'ilgan kuni. Ona jonim gul rayhonim mehribonim, tug'ilgan kuni. Ona jonim mehribonim, tug'ilgan kuni. Shirinlik to'xtalib yedirib qo'yamiz. Tavallud bayramida muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuni. Azizlar, bugun bu insonni egizaklari Farog'at onamizdan tavalludda muborak bo'lsin. Sizga ham uzoq umr tilaymiz. Ilohim birgalikda mana shunday bir chiroyli tavallud bayromini ko'pini ko'rmak nasib qilsin. Rembo aka, muborak bo'lsin. Rohat farzandlaringizni rohatini ko'rmak nasib etsin. Chiroyli qilib shirinlik to'xtab yedirib qo'yamiz. Jonim jahonim mening, gul rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Assalomu alaykum, daramizning aziz mehmonlari. Bugun Fazilat onamizni ko'raversa, Farog'at onamizni tavallud ayyomlari bilan tabriklab tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar deymiz. Qadamlaringizga hasanot. Allohim sizlarga uzoq umr bersin. Musofir buyurgan farzandingiz Qahramon nomidan tabriklab tashrif buyurdi. Unga ham muborak bo'lsin deymiz. Ilohim yurtimizga, oilasining bag'riga, onajonisining bag'riga sog' salomat kelishlarini yaratgandan so'rab qolamiz. Sizlarga uzoq umr tilaymiz. Vaqtingizga mana shu Rembo akamiz, Xudoyam onamiz, hamma qarindoshlar sog' bo'lsinlar. Ilohim farzandlaringizni, qizlaringizni mana shu shirinda shakar nabiralaringizning rohatini ko'rib yurmoq nasib aylasin deb qolamiz. Mag'rur tog'lar soya solmas, g'amlar quvib yeta olmas. Dardlarim ichimda qolmas, gar yonimda onam bo'lsa. Avvalo Xudo asrar, onamdan bejudo asrar. Onam qilgani duo asrar, gar yonimda onam bo'lsa. Yodga qolmas kunim mening, hamon allali tunim mening, hayotim ustunim mening, gar yonimda onam bo'lsa. Onajonimiz uchun bir gul rost qarsaylar bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'lsinlar.
dunyo turgacha tursinlar. Onalarimizni qanchalik maqtasak, e'zozlasak kam azizlar. Bir kunlik Alloh hurmati, bir kunlik bergan o'qisni hurmati umrimizni bag'ishlasak kam. Onajon oyoq ostida jannat deb bejizga aytishmaydi. Onalarimiz suyangan tog'imiz, ishongan bog'imiz. Hamisha mana shu farzandlarni vaqtida sog' omon bo'lib, boshidagi toji, boshidagi soyaboni bo'lib yurmoq nasib aylasin deb qolamiz. Mudom xonadoningizga kelsak, mana shunday yaxshi kunlarga, tavallud ayyomlarga, bayramlarga, to'ylarga siz azizlarni muborakbod qilib kelmoq nasib aylasin deb qolamiz. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Allohim 70, 80, 90, 100 yosh bilan yuzlashtirib, asr momo bo'lmoqni nasib ro'z aylasin deb qolamiz. Haj safarlarga borib, Allohim hajona bo'lmoqni nasib aylasin deb qolamiz. Sizlarga uzoq umr tilaymiz. Ilohim mana shu opingiz bilan birgalikda ko'p yillar tavallud ayyomlarini nishonlamoq nasib aylasin deb qolamiz. Raymonboy akamiz, Xudoyot onamiz, barcha qavm va qarindoshlar, farzandlaringiz, musofirga yurgan o'g'lingiz, qizlaringiz yoningizda kamarbasta bo'lib tursinlar. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Qani endi mana shu yerda birin-ketin yaxshi tilaklarni qabul qilamiz. Bizimdan barchangizni chiroyli qo'shiqlarimizga, o'yinlarimizga taklif etamiz. Xudoyot ona boshlab berasiz, bo'lmasa tabriklab qo'yasiz. Rahmat. Xudoyim kelinimiz qizim uzoqli sarisiga barlarni boshiga salomat. Xudoyim shu balalarni baxt taqdir yashagan yurishda Allohimiz nasib qilsin. Allohim shu balalarni orqasida shu qahramoncha ismini qo'yib Assalomu alaykum. Umringiz ziyoda bo'lsin onajonim. Allohim sizga ham 100 yoshlarga yetirib, asr momo bo'lmoqni nasib aylasin deb qolamiz. Davom ettiramiz, tabriklab qo'yasiz. Assalomu alaykum. Aziz og'aynilar, o'g'illar, farzandlarimiz, aka-ukalarimiz, kelinlarimiz, qo'shnilar, hammangizni sizlarning nomingizdan ham, o'zim nomimdan ham, qizlarim farog'at bilan fazilatni tavallud ayyom bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Bundan rab qarasa 53 yil burun, 72-yil 20-aprel kuni ayizak qizlarimiz bo'ldi. Farog'at, fazilat deb nom qo'ydik. Elimiz farog'at bo'lsin. Ham bular elimizning ko'rki, fazilati, barakati bo'lsin deb aytganimizdek, qizlarimiz o'zimizning ko'nglimizdek deb boya aytdi. El ardaqlagan, el sevgan, iqtisod o'qituvchi, farzandlar bolalarning tarbiyasida qilamiz qizlarima uzoq umr, keng davlat, baxt, saodat, bitmas tuganmas sog'lik, salomatlik tilayman. Ana shu fazilat qizimni farzandi qahramonam ularning sog' salomat kelib oldimizga. Shundan bir yaxshi kunlarni, to'ylarini ko'rib, oila davrasida, do'stlar davrasida quvonib o'tirish nasib qilsin. Yana bir marta chin ko'ngildan tabriklayman bolam. Baxtli bo'linglar. Xudoyim uzoq, osoyishta, farovon, sog' salomat umr ko'rishinglarni nasib qilsin. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Umringiz ziyoda bo'lsin. Bir kun rost qasaylar bilan qo'llab turamiz. Sizga ham muborak bo'lsin. Ilohim farzandlaringizni oldinda, mana shu qizlaringizni oldinda sog' salomat yurgisiz. Qani yaxshi tilaklarni davom ettiramiz, tabriklab qo'yasiz. Yaqin. Mana bugun bu yerga yig'ilgan ekanmiz. Kelinimiz Fazilat oy, opalari Farog'at oylarini tug'ilgan kunlari ekan. Ekanlariga ham uzoq umr, tinchlik, sog'lik, hayotlariga doim mazmunli hayot tilayman. O'g'il qizlarni huzur halovatlarini ko'rib, nimaiki orzu-niyatlar, niyatlarga yetishsinlar. Avvalambor biladi baxtiga dunyo tinch bo'lsin, hamma sog' bo'lsin. Fazilat kelinning o'g'illari ham sog' salomatgina musofirlarga xizmat qilib yurgan ekanlar. Eson-omongina to'lib, toshib, yaxshi niyat bilan kelsin, nasib qilsa kuyovlar bo'lsin.
Shuni ham mana shuna kuyov to'ylariga, nikoh to'ylariga qatnashish nasibimiz aylasin hammamizga. Qizlari ham hammaginalar qo'shganimdan qo'shar qarab farzandlarning baxti kamolini ko'rib, elli olli bo'lib yuzlari yorug'gina bo'lib yursin. Kelin ham shularni huzur halovat narsani ko'rib, ularning orqasiga ko'kragini kerib, elli olli bo'lib, sog' salomat nima orzu niyatiga yetib yursinlar. Hammalaringizga mana shunday kunlar taqdir etsin. Dunyomiz tinch bo'lsin, ikkalalaringizga ham baxtli, saodatli hayot tilayman. Doim orzu niyatlaringizga yetib yuringlar. Salomat bo'ling. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Yaxshi niyat bilan davom ettiramiz. Tabriklab qo'yasiz. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun farog'at fazilatlan tug'ilgan kun ekan. Shuning bilan tabriklaymiz. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ziyod bo'lsin. Ne maqsad umidlari bo'lsa farzandlaridan ko'rsin. Ilohim shu qahramonam eson-omon yo'li tashib kelib, shunday to'ylarini ko'rish hammamizga nasib etsin. Ne maqsad umidlari bo'lsa ikkita farzandlaridan. Shona beraring davom ettiramiz. Bugunlar fazilatlar farovatni to'g'ridan demayotgan. Bularga uzoq umr baxt saodat tilayman. Doim hamisha yaxshi kunlari bo'lsin. Qahramondan ham omon sog' kelib, doim davranizda o'tirib to'ylar etib kelin olib, oqdi cho'riqlarni ko'rish nasib etdi. Tabriklayman ikkingizni ham farovat fazilat. Sog'ingiz Farog'at fazilat bo'lgan kunlaringiz, tavallud ayonlaringizdan tabriklayman. Uzoq umr, baxt saodat tilayman. Doim shu qo'shaloq qahramondan eson-omon kelib, doim kelinlarni olib, oqtiq evrat-evralarni ko'rib o'tirmoq avvalga niyatlarim. Hamma vaqt yaxshi kunlar, yaxshi nelar bo'lsin. Jonimni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Farog'at opamizni ham tabriklayman. Umrlari uzoq, baxtli, saodatli bo'lsinlar. Farzandlarini boshiga sog' salomat bo'lib, farzandlarini baxt kamolini, huzur halovatini ko'rsinlar. Evara chevaralar ko'rib, uzoq umrlar ko'rib, nasib bo'lsa, bizlarga kelib ham shu tug'ilgan kunlarni nishonlab ko'rsinlar. Baxtli bo'lsinlar. Yakrak. Tabriklayman. 100 yoshlarga kirib, qahramonni ham to'yini o'tkazib ko'rish hammamizga nasib qilsin. Xudoyim hech qachon hammani uyida tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Bolalarni baxtiga, hammamizni baxtimizga sog' bo'ling. Hayajonsiz ham sog' bo'ling. Farog'atni ham tabriklayman. Boy akasini ham umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hammalarimizni uyimizda tinchlik, xotirjamlik, yaxshilik bo'lsin Xudoyim. Hammani yuzida kulgi, chehrasida tabassum arimasin. Salomat bo'linglar. Yaxshi niyatlar ijobatini bersin deymiz. Mana yaxshi tilaklar davom ettiramiz. Tabriklab qo'yasiz. Mana bugun singlimiz fazilat bilan farog'atni shunday tug'ilgan kunda yig'ilib o'tirgan ekanmiz. Avvalo shu ukamlari uzoq umr tilayman. Shu bolalarini, qizlarini rohatlarini ko'rsin, aqtiq cho'g'izlarni sonini bilmay yursin. Doim ana shu qahramon ham eson-omon kelib, doim ular to'ylar qilib o'tirganmiz endi. Ammo shunday yaxshi kun to'ylarda uchrashish hammamizga nasib qilsin. Gullar bilan tabriklayman. Beraga sen ham tabrikla. Muborak bo'lsin. Qachib yursan? Allohimdan surat olib yursanmi? Niyat maqsadlaringiz bo'lsa, Alloh o'zi yetkazaversin. 150 yoshlarga farzandlaringizdan nov kutsanglar yaxshi. Orzu, umid, niyatlaringizni hammasini Allohim o'zi yetkazsin. Farzandlaringizni rohatini ko'rib, chiroyli hayot, uzoq umr ko'rib yuraverasizlar, Xudoyim. Farog'at tabriklayman. Doim 100 yoshlarga kirib, qahramonni uylantirib xizmat etib o'tiribmiz, Xudoyim. Hamma vaqt yaxshi kun bo'lsin xonadonimizda. Xolam kattalik sarvanash. Yana
sağ bo'laysizlar. Akam ham sağ bo'g'ay baxtimizda Xudoyim yaxshi kunimizda yonimizda turg'ay hamma vaqt. Apam ko'rmagan kunlarni akam bilan hamma o'qishni inshaalloh o'tirg'aymiz. Apayalar sağ bo'g'aysizlar. Qahramonni, Beksotimni, Ato'kimni to'ylarimdan Xudoyim akam yonimizda turg'ay hamma vaqt. Qahramonni yaxshi yerdan qiz nasib etgan bo'g'ay Xudoyim. Hidoyat opam mamamni ro'zaq bo'g'ay yonimizda turg'ay hamma vaqt. Qahramon agaringga hamdan Xudoyim. Sağ bo'laysizlar, rahmat. Sarunaz beray bolam, ber gel. Gel ber. Ya yanına gel tamam. Gel. Gel severasan. Hop. Aklına gel. Silah yaşlara gelip sen bak anlaşılsa olup yaptı. Allah'tan tabii ki ben doğulan günüzüme. Keyingi yıl doğulan günüzde Allah'ım kahraman ve sanatım yanımızda bulup Umre ziyaretine lidlerini pedek edip oturuş nasip et. Молодец. Allah çok sağ salamet olun. Size de bu kadar yaxşı göreriz. Allah canım tabii ki yine doğulan günleriz bilen. Uzakta soğuklar. Hem o yanımızda, yaxşı günlerimizde. Hem o yanımızda Trigek bu yürüyene. Kahramanlarını bana tabii ki yine. Hazaranlarını bana tabii ki yine. Şu singlim aytkan diye Xudoyim indi geçmeli. Doğulan günlerimde kahramanım, Ferzanam yanımızda bulup. Yine şimdi doğulan günler inşallah görüş nasip et ki. Yaxşı görəndə ya sizinlə Xudoyim baxdığımızda sağ salamat olun. Dedəmi görməkən günlərlə Xudoyim sizi görün. Sizə uzaq olun. Xacilər qəbər xacanı buluqdur. Bundan köplərlə layiqsiz əgər bizəni heç kimdən kəm etmədiniz. Rəhmət sizə, sizlə yaxşı görəm. Hala sizlər təbrikli mən ağamdan rahat görürüm. Sağ salamat yürünglər həmmə vaxt baxdığınızda. Salomat bo'linglar. Bir qarsaklar bo'lsin, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin deymiz. Bugun Fazilat onamizni, Farog'at onamizni eng bir quvonchli shodiyonalari tavallud ayyomlari ekan. Sizlarga uzoq umr tilaymiz. Ilohim, mana shu qavm qarindoshlar aytgandek, opalaringiz mana shu yerda barcha Rembo akam aytganidek, farzandlaringizni uylantirgan to'ylaringizda ham bosh bo'lib yurgizsa, Hidoyat onamiz, Rembo akamiz, mana shu yerda Fazilat onamiz bosh bo'lib, Allohim bir chiroyli kelinlarni olib siz azizlarni yana bir bor muborakbod qilmoq nasib aylasin deb qolamiz. Qani endi bir-birlaringizdan bir chiroyli qilib tabriklab qo'yasizlar. Ya tabriklayman doğulan günün bilen. Hayatın hamma arzu qiladigan. Xudoyim hamma o'qishunday yetdi. 150, 160 yoshlarga kelganda mama bo'lib yurgandan birga yurimiz Xudoyim. Qahramonni o'ylantirish, to'qlarni o'ylantirish, ularning rohatini ko'rish bizlarga nasib etdi. Hamma qarindosh doğanımız, akamiz, opalarimiz, yengelerimiz, qoni qo'shnilarimiz, qizlarimiz doimo yonimizda sog' salomat. Güzel. Tilaklarınız için doimam selamat, sağ salamat yürüyüşler. Sağlık ekensem ben, bağımın hem hayatımı. Bizden hem doğulan günümden tebrikler. Hem o birlikte, neçe yıl yaşasak hem birlikte şunu doğulan günlerini nasip etsin. Sağ olun. Salomat bo'ling. Umrlaringiz ziyoda bo'lsa, sizlarga uzoq umr tilaymiz. Ilohim farzandlarning rohatini ko'rib, shularga bosh bo'lib yurmoq nasib aylasin deb qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Siz bilgan, siz kutgan, siz so'ngan tabriklar loyihasimizda davom etadizlar. Keyingi muxlisimiz, keyingi xonadonimiz sizning xonadoningiz bo'lishi mumkin. Qani endi barchangizni mana shu yerda chiroyli kuy qo'shiqlarimizga, o'yinlarimizga taklif etamiz. Go'zal kuy qo'shiqlarimiz siz azizlarimiz uchun bo'ladi. Daramizni to'ldirib o'ynab qarasizlar. Şak şak şakıldakından Şarkıldadım kayrağından Gül yüzün misliyle ağladım Bakşın canım ağladım Gül yüzün misliyle ağladım Bakşın canım ağladım Gamzen güne olsa ağladır Kuşsan nazik dillerinden Gamzen güne olsa ağladır Kuşsan nazik dillerinden Şak şak şakıldakına Şakıldadım parmağından Şak 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 şakıldakına Şakıldadım kayrağından
şakıldakını şakıldadım bayrağını. Şakıldakını şakıldadım bayrağını. Sağlığa gitsen şakıldakını şakıldadım parmağını. Şakıldakını şakıldadım parmağını. Şakıldakını şakıldadım bayrağını. Şakıldakını şakıldadım parmağını. Şakıldakını şakıldadım bayrağını. Just playing with you. Hadi Xorazm razzisine. Tush o'ynaymiz, ye. Tushdik, tushdik. Feleği burcunun niyere pıran varsa haysı sadera burcunun her işe varsa haysı hıtına musin napayı tatarsa haysı çemen zamana ilgin varsa ya söyle bana giysenem kim nesiler yarsa ana yüz ay kara yüz ana yüz ay kara yüz vay vay. İkametin yemende dur bana sarvir ama Çemen sevine olsa yüzün gülmüşen Neresi neyler kızın bülbülü bir hanıman Söyle bana ey güzel kim nasıl ver yarısı Ana yüzü oy 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 kara yüzü oy oy Ana yüzü gel dönü kara yüzü gel dönü Nasıl
yarısı. Söyle bana ey güzel kim sever yarısı. Ana yüz, hay kara yüz, kara yüz boy boy. Estrada koşularımız var, abi estradamız.
Sağ olunlar, selamet olunlar. Uzak günler dileyiniz. İnşallah canımızdan bir ak farkasını alamızda. Bir Fatiha verin eline. Ben özü uşak duram aytır. Bismillahirrahmanirrahim. Şu Hazirat kızım ömrü uzak olsun, rızkı ziyaret olsun. Ünlü arzu ümit niyatları olsun, şu ballardan kursun Xudayım. Yılda oldu insanlardan, izzetteki, hürmetteki insanlardan bulsun Xudayım. Şu ballar baktıkta suyanıp, şuradaki boş bulup, kahraman canlıyım. İnsanımın kiygenden uylantirip, Xudayım şunun huzur halavatını ko'rishdi. Allah'ım o'zi nasip qilsin. Xudayım şurada farog'atdan
umri uzoq bo'lsin, rizqi ziyod bo'lsin, bolalarga bosh bo'lsin, qo'shganlar qo'sha qarisin Xudoyim. Ha, ikkovlarini ham tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Xudoyim hamisha xonadonlarida mana shunday yaxshi kunlar to'ylar bo'lsin. Hammani niyatiga yetkazsin, zamonimiz tinch bo'lsin, arzonchilik bo'lsin, hammaning xonadoni to'yxona bo'lsin. Amin. Umringiz ziyoda bo'lsin onajonim. Hamisha mana shu farzandlarni, nabiralarni, kelinlarni ardog'ida bo'lib, shularga bosh bo'lib yurmoq nasib aylasin deb qolamiz. Bugungi kechamiz qirolichalarni yana bir bor chin qalbimizdan muborakbod qilib qolamiz. Xayr, ko'rishguncha deb qolamiz. Xudoyim sizlarni ham hamisha boshlaring to'ydan chiqmasin. Endi ardog'dagi insonlar bo'lib faqat yaxshi kunlarga, to'ylarga xizmat qilib turgan izzatli, oviyli insonlar bo'lib yuringlar Xudoyim. Hammani olqishini olib yurishni Allohim nasib qilsin, umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ziyod bo'lsin Xudoyim. Nima orzulik niyatlaring bo'lsa yetishib Xudoyim hamisha sog' salomat bo'lib xizmat qilishlaring. Amin. Sizning onajonlarning duosini olib berish hamisha nasib aylasin deb qolamiz. Tavallud yoningizda kelmak nasib etsin. Uzoq quvvat tilaymiz. Sog' bo'linglar. Quyosh qadar mehrining nuri dunyolarida umrim mazmuni gullar soching shirin iforlar bugun onam tug'ilgan kuni qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni onajonim gul rayhonim mehribonim tug'ilgan kuni onajonim onajonim mehribonim tug'ilgan kuni sabab yasharman quna o'sib ulg'aydim bag'rida yayrab kulgisi bayram baxtimga hamdam yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni onajonim gul rayhonim mehribonim tug'ilgan kuni onajonim onajonim mehribonim tug'ilgan kuni